Hammaga assalomu alaykum. Bugun 8-mart. Bu videomuz sog'liq bo'ladigan bo'lsa 8-9 brigadadagi yashaydigan aholiga WhatsAppdan gruppa ochib edik. WhatsApp qandaydir gruppani o'zi avtomatik udalit etib turibdi. Ya bo'lmasa birovlar bilib bilmay jalb bostirib, ana shuning uchun buni YouTube'ga qo'yatib bo'ldim. Shuning uchun kimda-kim shu yo'limiz uchun o'z ko'magini beradigan bo'lsa, shu yerda yana WhatsApp nomerlar chiqib turibdi. Mana atib Xudoy nazarang bo'lsa, shunga chegin tashanglar. Shu yerda Shirib Davronang nomerini qo'yaman, shunga chegin tashanglar. Keyin o'zimning WhatsApp nomerimni qo'yaman, shunga chegin tashanglar. Yuqorida karta nomer, shu yerlarda telefon nomerlar, iltimos kimda kim pul tashiyotgan bo'lsa, shu yerga cheklarni WhatsApp orqali Xudoy nazarang tikini yo bo'lmasa Shirang tikini yo bo'lmasa mening WhatsApp nomerimga tashib berasizlar cheklarini. Yuqorida karta nomer 9-mahallaning damkomi Jumomrat ağamızning karta nomerini qo'ydik. Hammaga rahmat, sog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu yil biz uddalimiz deydi u. Hammaning ishini omadini bersin, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Rahmat hammaga. Qayta aytib o'taman, yana qayta WhatsApp gruppa ochamiz, masalan, ochamiz, aradan 200 soat o'tmaydi, odamlar qo'shiladi, ya'ni chek tashiydi, o'zi avtomatik WhatsAppning o'zi ya gruppani udalit etadi, yo bo'lmasa kimdir birovlar naroshni etadi, yo bo'lmasa birovlar bilmay jalb berib, shunda jalb atsa yerim bosib qo'yib turibdi. Shuning uchun YouTube orqali ko'ringlar videoni. Shu yerda 3-4 odamning WhatsApp nomerini qo'yaman. Kimda kim ehson etgan bo'lsa, shuna o'tirib cheklarini tashib berasizlar. O'zlarimiz saqlab qo'yib kichkina bir gruppa ochib qo'ya qo'yamiz WhatsApp uchun. Hammaga rahmat. Hammaga videomiz tushunarli bo'ldi degan niyatdamiz. Yuqorida karta nomer, pastda telefon nomerlar, WhatsApp nomerlari orqali xabarlashaverasizlar. Jumomrat 9-mahallaning damkomining karta nomeri. Hammaga rahmat.